Surxondaryoda 4300 ta 7 yillik faoliyat ko'rsatyapti. Mana Denov misolida boyaga o'zingiz yuqorida mavzuda aytib o'tib ketdingiz. 98 ta mahalla bor ekan, hurmatli prezident. Denov shahar markazi 9 ta shaharcha. Denov shaharida o'zida 18 ta mahalla, qariyb 250 mingga yaqin aholi yashaydi. 98 ta mahallaga hokim ham, boshqa mas'ullar ham yetib borishida juda katta qiyinchiliklarga duch kelishi ko'rinib qoldi va o'rta bug'umga ehtiyoj borligi sezildi va mana shu islohotlar shtab orqali sizga takliflar kiritdik, hurmatli prezident. Denov shaharida 18 ta faoliyatini muvofiqlashtirish uchun Denov shahar ma'muriyati va bugun 9 ta shaharchalarda bitta markaziy mahallasida shaharcha fuqarolar yig'inlarini tashkil etish, har bir-biriga yaqin bo'lgan qishloq mahallalardan 3 tadan 6 tagacha bitta markaziy mahalla maqomini berish bo'yicha taklif kiritdik, hurmatli prezident. Hozir jami bo'lib 25 ta bo'lar ekan. Umuman yetib borish qiyin bo'lgan mahallalar ham faoliyatini biz hozir qo'ygan talabni bemalol bajartirsak bo'ladi, hurmatli prezident. Agar 7 yillikda ishlatsak, hurmatli prezident, hokimlarning ancha qo'li yumshayadi. Juda ham katta zo'r tizim qilib bergansiz. Hozir juda ham katta qulaylik yaratib berdingiz. Mana islohot shtabi bilan birga buni so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz, hurmatli prezident.